Diqqat qiling, O'zbekistonda harbiy xizmatchilarning pensiyasi oshirilishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu tariqa bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. O'zbekistonda harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilganlarning pensiyasi miqdori oshirilishi mumkin. Bu haqida bugun 7-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisida birinchi o'qishda ko'rib chiqilgan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun loyihasida so'z boradi. Mazkur qonun loyihasi bilan harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari davlat pensiyalari bilan ta'minlanishning huquqiy asoslarini qonun bilan belgilash, ushbu pensiyani tayinlash shartlari, turlari, miqdorlari va tartibiga oid normalarni takomillashtirish nazarda tutilgan. Xususan, harbiy xizmatda 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiyaning bazaviy miqdorini aniqlashda ish haqining hisobga olinadigan miqdori 75% dan 100% ga oshirilishi taklif etilgan. Shuningdek, pensiya tayinlashda asossiz bo'lgan pensiyani hisoblash bazaviy miqdorini 10 baravaridan kelib chiqib hisoblash amaliyotini 12 baravardan kelib chiqib belgilash ko'zda tutilmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston Mudofaa vazirligi ofitserlariga ko'p yillik xizmat uchun ustama miqdori 2 karra oshirilishi, shuningdek, kontrakt asosida xizmat qilayotgan oddiy askar va serjantlarning oylik maoshi 10% ga ko'paytirilishi xabar qilingan edi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.